Avvalambor assalomu alaykum. Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Chumbog'ish emas bu. Oyonqushlar mahallasida mana. Bizda yaxshisi bor, o'ta ideali bor. Go'shtdan friz olgan oladi. Bilgan biladi aka-ukalarimiz. Yaxshi holatda, yeb ishlari ham yaxshi deydi. Oyonqushlarda bu. Hop, 2 oylik bo'g'oz ishonarli mol aka-ukalarimiz mana. İşləri yaxshi, yeb ishlari ham zo'r deydi mana. O'ta ideal holatda. Barakasini bersin inshaalloh. Yeb ishlari gul deydi. Bo'ylari 1.40-45 chiqar atrofida. Bu 60 millionlik mol bo'ladigan mol mana. Hop, ozgina tug'ma sal defekti bor ekan. Shu quymushida u unaqa strashni emas. Shu nimalarga xalaqit bermaydi. O'sha yoshlikdan bo'lgan ekan. Yengil qo'yamiz dedi, yengil sotiladi bu. Chiroyli mana. Bular oq kiprik deydi mana bular mana. Toza Rossiya mo'j aka? Toza Rossiya o'ta go'zal holatda. O'ta ideal holatda. Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Oyim qishloqdamiz inshaalloh. O'zi chiroyli dastlabkani qilib beradi 15-20 kilometr mo'j aka. Ha, chiroyli qilib. Shalxalarni ko'ryapsizlarmi aka-ukalarim? Shalxalari yaxshi bizda mana. Yaxshi, zo'r. O'ta go'zal inshaalloh. Bularni endi hoji aka, bu ko'p cho'zmaymiz a? Maqsad sotish a? Maqsad sotish. Unaqa qimmat nimani aytmaysiz-da pulda. Sal yo'lida qilib 2 oylik aniq a? Ha, o'zi qildirildi javob. Ha. Ro'para ham qilib beraman o'zi bilan. Ha, apparatda olib kelib nima doktorga. Hali. Hozircha buni ishim tugadimi? Yaxshi, zo'r. Ha, bordammi? Hop, yeb ishlardan muammo yo'q deydi. O'ta chiroyli molimiz mana. Yaxshi. Hozir kimdir nima qilyapti, u bu Juda go'zal, yaxshi. Mana 2 oylik bo'g'zagan, bilgan biladi, bilmagan o'zi biladi aka-ukalarimiz. Ko'ryapsizlarmi shalxalarning zo'rligini? Biz buni ko'p maqtamaymiz buni. Chiroyli holatda ozgina baxt borsa shunaqa bo'ladi bu. 3 oy yengil boqadigan bo'lsa 5 oylik bo'ladi, o'pshi chiroyli holatda bo'ladi mana. Yaxshi, zo'r molimiz. Yo'lida qilib beramiz deydi. İnşallah yaxshi. Tumshuqlarni qarang. Yoshligi o'ta yosh ekanda, ha? Ha, paltarashga ekanda bu, ha? Ha, yaxshi. Tuyoqlarni ko'ryapsizlar, obunachilarim mana. Tikka tuyoqlarni ko'ryapsizlar mana, rosa ko'zni kuydiradi mana. Yaxshi. Avatarliklari ham yaxshi ekan. O'ta yeb ichganlari ham zo'r deydi. Hop, yeb ichganlarni bir 3-4 kunga beraverasa? Ha, sanab berasa. O'ldirib qo'ymasa bir hafta beraman. Bo'ldi. Yaxshi, zo'r holatda ekan. Mana. Maqsad sotamiz deydi, pul zaril deydi. Pul kerak deydi. Yaxshi kunda turibmiz, bayram kunida turibmiz inshaalloh mana. Eid, Qurbon hayit bayrami. Yaxshi holatlar, zo'r. Hoji aka buni pulini gapiramiz, ozgina yurgizib qo'yamiz a. Mana yurishlari juda yaxshi mana. Yaxshi, zo'r. Barakasini bersin. Yaxshi, zo'r. Yaxshi, barakasini. Hay, o'ynab tururlarni qarang. Shetlarga lahlarni bosib qo'ysa aka-ukalarimiz. Ha, zo'r bizda, zo'rlari bor bizda. Yaxshi, zo'r. Bog'lab qo'yavering. Buni cho'zmaymiz hoji aka. Nech pul deymiz? Yaqinlashtirib. 24 million so'mga olib beraman. 24 million so'mga olib borib berar ekan. Chiroyli qilib molni mana olib borib berilar ekan. 25 million deb o'ylovdimmi? 24 million deb qo'ydi hoji aka. Uncha kami bor a? Ha, bunday shu hayitligi bor. Hayitligi bormi? Hayitligi bor. Ha, yashan gap yo'q ammo. Umrimiz uzoq bo'lsin ammo. Bilgan biladi ammo shoshilamiz lekin aka-ukalarimiz bilgan biladi. Bitta nuqsoni shu tug'mashi
Bitta quymichi jinday pastroq ama yurishlarida boshqasi hech. Ha, o'ynab turibdi. Ha, buni agar o'shasi butun bo'lganda 35 millionga ham bermaysiz. Ha, buni sheriklari hozir. Yaxshi. Shuning uchun arzon beramiz deyapti. Bunaqa chiroyli dastavkalarni qilib berib, yeb ishlariga ham kafolat beramiz deydi. Mana dirgalari ham 0946. Yaxshi, zo'r. Bular bo'p qolsa, 7 oy, 8 oy bo'ladigan bo'lsa, 55 million, 60 millionni ushlab turaveradi-da. Chunki bo'g'oz oyiga 4,5 million, 5 million tashlaydi-da. To'lib qolsa quymichi ham yo'qib ketadi. Ha. To'lib qolsa. Chunki yaxshi, zo'r. Bilinmaydi, yaxshi. Nimalari yaxshi ekan tuyoqlari, zo'r. Barakasini bersin inshaalloh. Nomerlarimizni aytib qo'yamiz Hoji aka, 77lik 77lik 078 15 10 bor. 078 15 11 Farg'ona viloyati Buvayda tumani Oyim qishloq mahallasida. Yaxshi mollarimiz juda yeb ichiladigan. O'zim tashab kelib beraman deyapti. Ancha yo'lida qilib berasan Hoji aka? Cho'zmaymizmi? Mana maqsad sotish-a? Maqsad chiroyli qilib sotish ekan mana. Maqsad ko'rib turibsizlar o'zlaring. Bu bushovskilar yor boradi hali. O'ta go'zal bo'ladi hali. Inshaalloh. Shoshilmaymiz. Yaxshi. Barakasini bersin aka-ukalarimiz. Bizda yaxshi, zo'r. Qo'ylari 1.5. Yebijallarga kafolat beramiz deydi. Bushovski. Pulim bo'lganda o'zim olib qo'yardim. Biz endi pullar ko'proq nimaga ketyapti, qurilishga, shuning uchun. Yaxshi. Ya. Yoshini 1,5 yosh dedingiz, ha? 1,5 yosh atrof. Ha, yaxshi. Hozir nimani ham yeyapti bu silos aralashtirib somon-pomon, ha? Silos shunaqa narsalar yeyapti. Hozir bizda silos. Ha. Avatarligi ham bor ekan, mana o'ta ideallari ham bor ekan, mana barakasini bersin mana. Bilgan biladi, bilmagan o'zi biladi aka-ukalarimiz. Chiroyli qilib beryapti. Boqqandan keyin shunaqa o'zi keladi, shunaqa dahshat bo'ladi aka-ukalarimiz. Xo'p, nomerlarimiz 77lik 078 15 11 mi? Necha kilometrga dastavka qilib berasiz? 25 kilometrga. 25 kilometrgami? Kelaversana, qo'ng'iroq qilaversana, yo'lida qilib berasiz, ha, Hoji aka? Ha, bemalol, ikkilanmaysiz. Yashang gap yo'q. Bizdan uzoqlashmang. Vodiy Chorva kanaliga Instagram, Telegramlarimiz bor. YouTube'larimiz ishlab turibdi aka-ukalarimiz. Chiroyli qilib beramiz deydi. Yurishlari ham zo'r, undan behijolat. Bu voyasiga yetiladigan bo'lsa, o'ta yaxshi bo'ladi inshaalloh. Barakasini bersin. Bizdan uzoqlashmay lahlarni bosib inshaalloh. Obuna bo'lmaganlar, musofirdagilar aka-ukalarimiz bayram kayfiyati bilan hammani tabriklaymiz inshaalloh. Bayram hammaga qutlug' kelsin. Qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin. Chiroyli qilib narxlarni qilib beradi. Shoshiling.